Bogdan Guskov Yan Blachowicga qarshi jang o'tkazadi va bu jangda UFC'ning sobiq chempioni Yan Blachowich o'zini bor kuchini ishlatadi. Chunki bu jangdan keyin agar Bogdan g'alaba qozonadigan bo'lsa, albatta kamar uchun juda ham katta da'vogarlardan bittasiga aylanadi va albatta bu uni yo'lini yana ham ochib yuboradi. Chunki yosh nokautlar bilan yorqin jang o'tkazadi, o'zini ko'rinishi ham bir yorqin ko'rinishga ega deydi-ku. Lekin Yan Blachowich ham juda ham xavfli. U men sizlarga eslatib o'taman yana bir marta, UFC'ning sobiq chempioni, Muay Thai va Jiu-Jitsu ustasi. Janglarni asosan stoykada olib boradi. Kombinatsion hujumlarga e'tibor qaratadi, ya'ni qo'l zarbasi, oyoq zarbasini qo'shadi. Ba'zida oyoqning o'rniga kurashni qo'shishi mumkin. Parterda stoykadan ko'ra ham yana ham xavfliroq, chunki bolyovoy dusheniya usullarini juda ham zo'r biladi. Kurashni ko'proq kuch bilan olib boradi, ya'ni kuch bilan kurashadi, raqibga imkoniyat bermaslikka harakat qiladi va stoykada asosan uni qo'l zarbalaridan keyin chap oyog'i xavfli va albatta o'ng kross juda ham unda xavfli ishlaydi. Shuning uchun ham Bogdan uchun bu xavfli raqib, texnichni juda ham ishlaydigan va o'zini momentini kutadigan jangchi. Shuning uchun ham Bogdan juda ham ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi va xudo xolisa g'alaba qozonadigan bo'lsa, albatta yana bitta O'zbekistonning bayrog'i top UFC'ning top jangchilarining qatoridan, yana ham elitadan joy oladi. Shuning uchun omad tilab qo'yamiz Bogdanga do'stlar.